Bugun obunachilarimizga bayram oldi. 21-mart Navro'z oldi. Zo'r kvartirani video obzorini ko'rsatamiz deb kelganmiz. Assalomu alaykum. Hammangizga kirib kelayotgan Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. Bu territoriya 5-mikrorayonda joylashgan. Aura magazin yo'lidan yoki hamma biladigan Orbita yo'lidan 3 xonalik 3-qavatda joylashgan. Jamida 95 metr kvadratdan iborat bo'lgan Atachenta kraskalar bilan ta'mirlab qo'yilgan kvartiramiz. Kirganimizdan kattagina koridor, oyoq taglari to'pib qo'yilgan koridor, sanuzul qismlari, oshxona qismlari alohida kafilchalar bilan ta'mirlab o'tgan ekanlar. Devorlari Atachenta kraskalar bilan ta'mirlangan ekan. Kirganimizdan zal qismini ko'rib o'tamiz. Birta, yo'qta, ikkita mayda oilaga mo'ljallangan bu kvartiramiz. Kattagina zali, mehmon kutib olsa hech qanaqasiga uyaltirmaydigan zal qismi. Chiroyli kartinalargacha ildirib qo'yilgan ekan. Lyustralarga alohida baho berib o'tamiz. Televizorlar to'liq MDF dan ishlov berilgan. Aytib o'tganimizdek, eshiklari под заказ, rossiyskiy производство eshiklaridan ekan. Bu tomonda qolgan ikkita xonasi. Kirgandan uyimizning detik komnatasi. Chiroyli qilib aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan, pardalari ham o'zgacha usulda tayyorlangan ekan. Bu tomonda esa uyimizning родительский spalnyasi. Bu xonasi ham kattagina, aboy bilan yarmida kraska bilan kombinatsiya qilib o'tilgan. Patolog gipsokarton natijada chiroyli lyustrachalar bilan ishlov berib bo'lgan ekan. Endi sanuzul qismlarini ko'rib o'tamiz. Uyimiz hojatxonasi. Chiroyli kafelar bilan ta'mirlangan 60 ga 120. Bu tomonda esa uyimizning vanna xona qismi. LED abagrev oynalari, stoyak smesitel. Hammasi yangi o'rnatilgan, uyimizda hali yashalmagan pacha holatda. Endi esa oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Ayollarimiz yo'qadigan qismi. Oshxonasi ham kattagina. Bu tomonda alohida sizlarga uyimizni fishkasini aytib o'taman. Kuxmebel garniturasi, stiralka, gaz plita, vichka hammasi o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda esa mana buni ko'rsatib o'ting. Kattagina balkon, дополнительный 4-xona hisobida. 6 ga 2,5 balkoni derazadan qaraganingiz bilan 35-maktab yonida, territoriya 5-mikron Orbita atrofida. Mana shu kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Uyimiz narxi 74.400 dollar, ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Bu kvartiramiz 3-qavat 3 xonalik srochniga sotilyapti. Kelishtirib arzon qilib beriladi.